Dale Carnegie'ni zo'r kitoblarni bu uyimizning muallifimiz bu yoqqa joylashtirib qo'yishgan ekan. Haqiqiy kitoblar, suvenir kitoblar emas. Bemalol bu uyga kelib yashagan paytingiz, bo'sh vaqtingizda unumli foydalanish uchun shunaqa yaxshi aqlli kitoblarni o'qib, mazza qilib o'tirsangiz bo'ladi. Xo'p, uyimizni tanishtirib o'taman. Uyimiz Mirzo-Ulug'bek tumanida joylashgan, o'z mahal turar joy majmuasi 107 kvadrat metrdan iborat 4 xonali, ajoyib bo'lgan, juda ham shinam xonadonimiz. Bu uyimizni kimga eng yaqinlaringizga niyat qilgan bo'lsangiz, yaxshi uyni, mana shu videoni jo'natib qo'ysangiz savob qolasiz degan umiddaman. Xudo xolasa bu uyimizga yaxshi egalar kelib mazza qilib yashashadigan umiddamiz. Bu uyimiz juda ham shinam, chiroyli ta'mirdan chiqqan, ko'rib turibsizlar, mehmonxonasi turimiz turetskiy, yaxshi, qimmat, yumshoq mebellar joylashtirib qo'yishgan, chiroyli qandillar, bu yoqda bo'lsa dekor qilib, kattagina televizorlarimizni joylashtirishgan, mazza qilib maroqli hordiq chiqarsak bo'ladi. Uyimizda havo tozalagich qurilmalarimiz, bu yoqda bo'lsa elektron kaminkalarimiz tayyor qilib qo'yilgan. Ko'rib turibsizlar, bu yoqda bo'lsa kichkinagina lounge zonamiz, ya'ni kitoblarni o'qib, bo'sh vaqtimizda unumli foydalanish uchun yaxshi joy qilib qo'yishgan azizlar. Uyimizni endi yosh bolalar yotoqxonasi bilan tanishtirib chiqaman, kelinglar. Ko'rsanglar bo'ladi, juda ham chiroyli, sifatli mebellarni joylashtirishgan, 2 kishilik yotoqlari, bu yoqda bo'lsa biralari, tashqariga qaragan oynalari, chiroyli manzaraga ega. Bu yoqda bo'lsa yaxshi qimmat stollarni qo'yib qo'yishibdi. Ya'ni prezident bo'ladigan haqiqiy yosh bolalarimiz o'qib, niyat qilib, mazza qilib darslarni bitirishadi. Bu yoqda bo'lsa mana charmdan qilingan yaxshi yumshoq o'rindiqlarni joylashtirishgan. Bu yoqda bo'lsa mana ko'rsanglar bo'ladi, o'zining shkaflari ham bor. Yaxshi bo'yoqdan chiqqan shkaflarni joylashtirishgan, ta'mirdan chiqarib, eshiklarimiz ham juda ham chiroyli, oppoqqina qilib, ta'mirdan chiqqan bo'yoqdan chiqqan yaxshi eshiklarni joylashtirishda zo'rto'la. Endi yo'ligimizga o'tamiz. Yo'ligimizda kichkina komodchamiz bor. Bu yoqda podyezddan kirish qismimizda Hikvision qurilmalari, bu yoqda bo'lsa tupli pol kontrollerlari bor. Uyimizda eslatib o'taman, polностью tupli pol qilingan. Va yo'likda mana yana biz bo'yoqdan chiqqan yaxshi shkaflarimizni joylashtirishgan, ya'ni kiyimlarimizni joylashtirsak bo'ladi. Va bizning chap qo'lda kuxnyamiz, ya'ni oshxonamizni kutib oladi. Ko'rsanglar bo'ladi, mana 6 kishilik stol stullarni qo'yib qo'yishgan, bu yoqda bo'lsa baravarni aylanadigan stollari ham bor. Bemalol ertalab zavtriklarni, ya'ni nonushtalarni qilsak bo'ladi. Hoffman texnikalari hamma joyga joylashtirilgan zo'rto'la. Ya'ni konditsionerlarimizgacha Hoffman texnikalarini qo'yishgan. Oshxona jihozlarimizdan ham ko'rsanglar bo'ladi, mebellari yaxshi bo'yoqdan chiqqan mebellarni qo'yishgan. Bu yoqda bo'lsa Hoffmanning katta muzlatgichini joylashtirishgan. Muzlatgichimiz ham juda ham zo'r, kattagina. Uyimizga bir ko'rkam bir chiroyli baxsh etib turibdi. Xo'p, yo'ligimizda ko'rsanglar bo'ladi, umumiy sanuzilimiz bor, общий. Ko'rsatib o'tib ketaman. Xo'p. Endi bo'lsa master yotoqxonamizni ko'rsataman. Bu katta yotoqxona, kattalar yotoqxonasi eng kattasi bo'ladi. Ikkita yotoqxonamiz bor yana. Hozir bu yerda ko'rsanglar, o'zining sanuzuli bor, bu yerda garderob xonasi ham bor alohida. Kiyimlarimizni joylashtirib, mazza qilib alohida yashaveramiz. Bu yerda bo'lsa mana ayollarimiz uchun komodlari, tashqariga qaragan chiroyli manzarali oynalarimiz, bu yerda bo'lsa tumbuchka, biralari, yumshoq turetskiy mebellarni, ya'ni pastelniy ya'ni yumshoq mebellarni joylashtirib, yotoqlarni tayyor qilib qo'yishgan. Bu yerda bo'lsa mana yana bo'yoqdan chiqqan mualliflik, ya'ni mebellarni ta'mirlab joylashtirib qo'yishgan zo'rto'la. Endi bo'lsa ikkinchi master yotoqxonamizni ko'rsataman. Ikkinchi master yotoqxonamiz ham juda ham chiroyli, keng, kattagina, ko'rsanglar bo'ladi, o'zining shkaflari, bu yoqda bo'lsa televizorlari, bu yoqda komodlari, yumshoq kravatlari tayyor qilib qo'yilgan. Kravatlarimiz ham juda ham sifatli va o'zining alohida mana balkon qismi ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi, manzara juda ham chiroyli, dvorga qaragan, ya'ni maydonchaga qaragan. Bu yoqda bo'lsa mana O'zbekiston teleminorasi ham juda ham chiroyli bo'lib ko'rinib turibdi, manzara juda ham chiroyli. Hozir ozgina qurilishi ketyapti. Menimcha bu qurilishlar bitgandan keyin yana ham chiroyli bo'lib ketadi zo'rto'la. Zo'rto'la, uyimizdan narxga keladigan bo'lsa 265 ming AQSh dollarida kelib ko'rsanglar, yana chiroyli narxlarga qilib beraveramiz. Sizlar bilan nodurlar bo'ldi, hammaga omad.